Vaqt tig'iz paytda shu taom doim meni qutqaradi. Turmush o'rtog'im telefon qilib, onasi kech paytga bir qo'lingdan zo'r ovqat yeylik deb qoldi. Bu vaqtda uy tozalash bilan ovora edim. Xayolimga birinchi bo'lib doim lo'la kabob keladi. Ham oson, lekin mazali. Xullas, 300 gram qiymaga bir dona katta piyozni qirg'ichdan o'tkazib solamiz. Bir dona tuxum, bir osh qoshiq non talqon. Tabga ko'ra tuz va ziravorlar. Qiymani otib yaxshilab pishitish kerak. Bo'lmasa, cho'p siximizdan tushib ketadi. Cho'pli sixi albatta 10 daqiqa suvga bo'ktirib qo'yish kerak. Ana o'shandan keyin sixlaylik. Tayyor shashliklarni o'rta olovda ozgina yog'da qovurib olamiz. Ozgina rang kirvasa yetadi. Garniri xohishga ko'ra. Men garniri uchun yangi kartoshkalardan foydalandim. Ozgina sariyog' kuyib ketmasligi uchun ozgina kartoshkalarni ustini artmasdan yaxshilab yuvib, tilla rang bo'lguncha qovurib olamiz. Albatta tuz va ziravorlar esdan chiqmasin. Shashliklarni ustidan taxlab, yarim piyola suv solib, darhol ustini yopib, 35 daqiqaga past olovga dimlab qo'yamiz. Qarabsizlarki, masala hal, mazali taom tayyor. Sizlar bunaqa vaziyatda qaysi taom bilan chiqib ketasizlar? Kommentariyaga yozinglar. Obuna bo'lib, yurichani qizartirib qo'yishim esdan chiqmasin.